Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana 27-iyun Andijon avtomobil bozoriga kelganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 1, Nexia 2 lardan syomka qildik. Har xillardan bor, video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Xo'p, shu narx-navo kanalimiz, o'zimizning kanalimiz, obuna bo'lib kuzatib tursanglar, tez orada bu kanalni ham xudo xohlasa Xo'p, ko'tarib boramiz. 2015-16 dan boshladik. Qaymoq rangidan. 1.6 lyuks konditsionermi? Yurgani? 146 ming kilometr bosib o'tgan mashina. 1.6 lyuks konditsioner. Metan gazlari bor. Kraska qanaqa? Toza. Ustitlarni so'rashimiz ham kerak yo'q. Kraskasi toza ekan. Salon holatlari. Bir qator ko'ringlar. Mana yurganini bitta ko'rsatib beraman. Briz 46 mi yuribdi. Xo'p. Har xillaridan bor azizlar, video davomida ko'rasizlar. Pul yengillari ham. Xo'p, 100 talik temir gaz, zapas balondan kiratgich, pollari zavod holatda. 2015-16 1.6 lyuks konditsioner. Kraskasi toza. Narxi nech pul buni aka? Bo'ladigan narxi 1 so'm ham kami yo'q, 5300. 5300 dollarga umuman o'tib bermaysiz undan. Umuman o'tib bermaydi. Bo'ldi. Pasni so'rashni hojati ham yo'qmi? Ha? Hojati ham yo'q, so'rashni. Generallik o'tib. Hujjatlari-chi? Xohlagan hujjati bo'ladi. Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 205 205 20 20. 20 raqamlariga aloqa ko'rasizlar. 2015 ga 16 146 ming yurgan 1.6 lyuks konditsioner, top toza. 2015 navbatdagi Nexia 2 miz. Yili balantni so'raganlarga Nexia 2 ni oppoq rangidan 1.6 ekan bu. Lyuksmi? Lyuks bes konditsioner. Yurganichi? 249 ming kilometr bosib o'tgan. Ustitlar tozami echilgan? Ha, mashinani o'zi toza kraskasi. Balonlarni ko'ringlar. Xo'p. Shumka bor ekan-a? Shumka qilingan. Ichki holatlarini bitta ko'ringlar. Ochildimi? Ochilmadi, menimcha hozir ko'ramiz. Ha, bo'ldi, ochiq ekan. Gazi 100 talik temir metan, zapas balonlari bor. 15. Yurgani qancha edi? 249 ming kilometr bosib o'tgan 2015 1.6 lyuks bes konditsioner. Kraskasi toza. Nech pul narxi? 5,5 ming kami ham bor. 5,5 ming dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi sira bo'lmasa? Endi hozir chiqdik. Bo'ldi, bozor o'zi hali boshlangan emas o'zi. Nasiya barter yo'llari-chi? Ozroq suruk 1-2 oyga bo'lsa bor. Bo'ldi, yetmay qolgani bo'lsa 1-2 oyga kelishsa bo'ladi. Hujjatlari? Hujjatlari bo'laveradi xohlaganda. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 94 94 lik 430 430 1021. 1021 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2009 navbatdagi Nexia 2 miz Stalnoy svetidan. Uni yurgani qancha? 274 ming kilometr bosib o'tgan. Bu ham 1.6 ekan-a? Bu ham lyuksmi? 1.6 lyuks bes konditsioner. Motor ходовой korobkalari? Ustitlar tozami echilgan? Kapot qonat kraska, ular kaltak. Yechilgan kapot qonat kraska ekan. Qattiq kaltak yo'q ekan. Salon holatlarini ko'ringlar bitta. Yaxshi. Chexollar yaxshisidan taqib qo'yilgan ekan. O'zimiz nomimizda. Bu hujjatlari akalarimiz o'zlari nomida ekan. Gazi 100 talikmi, kichkinami? 100 talik temir, ha? Xo'p, 2009 1.6 lyuks bes konditsioner 274 ming yurgan. Kraskasi ikkita detalda dedingiz, ha? Mana qonat kapotida eshik taylariga o'zim sepib turib ko'rmadi. Zang. Moldingni pastigami? Ha, zang. To'ralasida bormi? Yo'q, bir ikkita, uchtasida bor. Ikkitasida bormi? Bo'ldi. Narxi nech pul yaqinroq? Narxi 3,5 ming kami ham bor o'tib. 3,5 ming dollardan kamini qilib berasiz. Hujjatini qo'yiladi. Bo'ldi. Barteri ham bor, ha? Barterga ham kelishaveramiz. Bo'ldi. Deymiz. Telefon nomeringiz? 94 94 lik 430 430 1021. 1021 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2009 azizlar 274 ming kilometr bosib o'tgan 1.6 lyuks bes konditsioner. Pul arzon, zo'r mashina yurishlari. Minishga tayyor holatda. 2013 navbatdagi Nexia 2 miz 1.6 so'raganlarga rolik gidravlika
Metan gazlari bor. Bez konditsioner. Lyuks bez konditsioner. Ustli tozami yechilgan? Kraskasi umuman toza. Bo'ldi, mashinani o'zi kraskasi toza. Xo'p. Salon holatlari. Mana. Yurganlar oz ekan. Ya'ni ham 138 million. Bu aka lyuks qilingan ekanda. Lyuks qilingan. Endi lyuksdan farqi yo'q lekin. Xo'p. Zapas balonlari bor, hol holatlari mana. Gazi 100 talik temirmi? 100 talik temir bor. Yurgani 300 mingmidi? 138 ming. Ha, 138 ming. Men bo'ldi, Nargis bilan aralashtiryapman. 138 ming yurgan. 1.6 lyuks bez konditsioner 2013. Dehqonchilik. Kraska toza, dehqonchilik. Toza. Qanaqa Aka- hujjat bo'lsa beramiz. Aksion nomerlari ham bor. Bo'ldi. Hujjatlar xohlagancha qo'yib, barakaga yaqinroq qilib iloji boricha. Barakaga yaqin 52. 5200 dan ozgina o'tib Ozgina beriladi. o'tib beriladi. Endi biz hali yangi nimani yo'lga qo'yapmiz, hali u yoqda ham sizlarga ora qilmasdan. Ha, yaqinroq. Sizlarga qaytamiz o'zi. Bo'ldi. Sizlar endi doim qo'ydirasizlar, tushunasizlar. Biror joydan mana shu internetga baland aytib Telefon nomeringiz? Qaytamiz. 90lik 90lik 623 623 19 19 20. 20 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Nexus 2 ni qorasini so'raganlarga 2009 navbatdagi Nexus 2 miz. Xo'p, yurgani qancha buni? 610 ming. 610 ming yurgan yevrami? Xo'p, konditsionerlari bor, qizib ketibdi. Xo'p. Motor ходовой korobkasi qanaqa? 3 oy bo'libdi motor qilganiga. 3 oy avval qilib qo'yilgan. Hozir shunda lyuks konditsioner ekanda bu. Hamma narsasi bor. Konditsionerlar ishlaydi, rol qo'yilgan. Buni endi oxirida aytamiz, pulini yengil qilib berasiz, imkon qadar. Xo'p. 100 talik temir metan gazi bor. Hol holatlari mana. Xo'p, aka, bu tarafga o'taverasiz. Buni 2009 600 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 3 ta detalida. 3 ta detali bo'ldi. Azizbek endi buni suvaylari butun, Suvay butun. tirikchiligi yaraveradi, bemalol olib bossa bo'laveradi. Xohlasa. Arzonroq qilib bering, deb Eng odam arzon yesin. kanalida beramiz. Mana shu ukamiz kanaliga obuna bo'lganlarga Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib berishimiz bekarga. Faqat siz kanalingizdan chiqqanlarga, obuna bo'lganlarga, faqat sizni kanalingizni tomosha qilib, like bosganlarga Bo'ldi. Bu bundan hozir ko'proq narx-navo degan kanalimizga ketyapti. bo'ldi. Xudo xolasa arzon qilib beramiz. Bo'laveradi. Necha pul o'zi narxi? Buni narxini 4000 deyapmiz, kamaytirib beramiz. Xudo xolasa Rossiyadan chet elda yurgan oshnalarimiz, akalarimiz uchun Xudo xolasa yozdirib, chizdirib akamga, otamga, onamga, sevgilimga desam yozdirib olib borib beramiz, yetkazamiz. Qayerga dastlabki? Oxirgi O'zbekiston bo'yicha Oqqo'rtagacha boraveramiz. Pullimi? Besplatniki qanaqa pul? Bo'ldi. Mashinani baraka qilib oladi, o'zi olib borib beramiz. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 99 lik 794 79 25. 794 79 25. Bo'ldi. Bo'ldi. Bundan avvalab hali eshitganlarga mana Bo'ldi. Azizbek aka taniganlar ham bo'lsa kerak, o'zi nechta mashina olib borib berish, shu Voha taraf. Voha tarafda o'ziga. Buxoro, Jizzaxdan tashlab kelmalik. Bo'ldi. Azizlar aloqaga chiqaverasiz. Aytmoqchi bo'lgan narsam haqiqatdan olib borib beradi. Yuzda masalan o'zi bo'lmasa yo keladigan odam bo'lmasa, pulni kelsalar haqiqatdan olib borib beradi. Video uchun PR emas, aloqaga chiqaverasizlar. Nexia 1 qatoridan davom etamiz. Azizlar 2004 navbatdagi Nexia 1imiz puli yengilidan. Xo'p, buni yurgani ma'lummi aka? 353 ming ko'rsatadi. Rasxodlari-chi? Sony Stramlior motor, gidravlika, metan gazlari bor. Ustli tozami yechilganmi? Sepilgan. Ходовой korobkalari zo'r. Salon holatlariga keladigan bo'lsak mana. Ko'ringlar. Xo'p, endi eski mashina o'zini nimasiga yarasha. Ideal holatda emas, puli ham adashmasam arzon bo'lsa kerak, so'raganim yo'q o'zim. Xo'p. 100 talik temirmi? Bolalar. 2004 Nexia 1 mana. Kraskasi qanaqa? Kraskasi mayda juda bo'lsa kerak. Necha foiz deymiz aka? 20% kraska. 20% bor. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, sizlar uzr. Necha pul narxi? Yaqinlashtirib siz uchun 2,5. 2,5 ming dollarga kamini qilib berasiz. Xudo xolasa Xo'p, kelishtirib. Nasiya barter yo'llari-chi? Barter kelishaveramiz. Nasiya bermaysizmi? Yetmagan bank bo'ladi. Bo'laveradi. Hujjatlari-chi? Hujjatlar zo'r. Xohlagancha chiqaveradi. Telefon raqamingiz? 94 94 lik 387 387 25 75. 25-75 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Xo'p, azizlar, Devo Espero'da so'raganlar bor edi endi. Aynan kimligi esimda yo'q. Espero so'raganlar bor edi.
Necha yil aka buni? 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham tramblyor, ha? Tramblyor motor. Eng qizig'i buni konditsioneri ham bo'lgan ekan. Milliondan asanqisi ishlasa kerak. Bo'ldi. 4 ta yangi bor, 2 millionga qo'ydim. Xo'p. Motor ходовой korobkalari. Tarapijoq. Mana ko'ringlar. Tiko bilan deyarli bir xil puli. Matiz ham bermaydi hozir bu pulga. To'g'ri. Gazi bor aka? Bor. 100 talik temirmi? Ashna qilsa kerak. Yili necha edi buni? 97. 97. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bor aka. Necha foiz? 50 dan ko'p. 50% dan ko'p. Suvagi butunmi? Butun. Necha pul qilib berasiz buni? Aka 1500 dollar deyapmiz. Bo'ldi. 1200 dollar qilishdi. 1200 ga qo'shganga berasiz. Ha. Bo'ldi. Hujjatlari generalni chiqarammi? Chiqaveradi aka. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Beraman. Bu payt kelsa o'tkazib beraman. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. 90lik 90lik 009 009 3902. 3902. O'zingizlarning nominglar-a mashina? Nomimiz. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. Devo Espero 1200 dollarga qo'shganga berilar ekan. Navbatdagi Nexia 1imiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Oppoq rangidan, qora bamperligi. Yopiqmi? Buni yurgani ma'lummi aka? Bu tarafini bilmadigan asosiy motor ходовой коробкasi. Bo'ldi, tirikchiligi yaraveradimi? Yaraveradi aka. Bagaj qo'shib beraman, yangi uyda turibdi. Nima qo'shib beraman? Bagaj tomiga. Tom bagaj. Sony Stramblyor motor, prostoy ekan mashina. Ustitlari tozami yechilgan? O'zi bo'lish kerak. Aka, olgan odamga 4 ta yangi balon mendan. Bo'ldi, 4 ta yangi balon, plus bagaj, tom bagaj. Dokumentlari bormi uni? Bor aka, o'zi akamni oldi. Bo'ldi. Xo'p, mashinani yurgani qanaqa dedingiz? Yurganni. Ha, noma'lum, ha, yurgani. Noma'lum. Eng muhimi endi bular to'g'ri yili eski motor ходовой korobkalari. Bu tarafiga javob. Bo'ldi. Kraskasi-chi? Kraskasi bor aka, bir 60-70. 60-70% bor. Ichiga o'tganmi? Yo'q. Suvagi butunmi Bu degan? tarafiga javob aka. Necha pul qilib berasiz buni ham yaqinrog'i? Aka, naqdlikka yaramang. Mhm. 1000 dollar bersa, 18 million 17 million bank qilib beraman. Bo'laveradi. Hujjatlari o'zingizdan buni? O'zimizda. Bo'ldi, telefon raqamingiz. 90lik 90lik 009 009 3902. 3902 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mashinalar bor. Qanaqa mashinalar? Matizdan tortib, Captiva Malibugacha. Bo'laveradi. Aloqaga chiqib so'rab ko'raverasizlar. 2015 navbatdagi Nexia 2miz. Yurgani qancha? 200 ming yurgan. 1.6 prostoy gidravlika. Xo'p, metan gazlari bor. Kraska tozami? Ustilarini so'rashim kerak-ku. Top toza. Nima rasvoti bor o'zi? Hech qanaqa rasvoti yo'q. Salon holatlari mana, ko'ringlar. Yaxshi holatda. Yuztalik temir metan gaz. Zapas balonlari bor. Pollari zavod holatda yopilib ketyapti. Xo'p, 2015 200 ga yurgan 1.6 prostoy gidravlika, kraskasi toza. Narxini aka yaqinroq qiling, baraka. 5.5 mingga beriladi. Bo'lishi, kami yo'q. Hujjatlari-chi? Hamma yo'q bo'ladi. Chiqaveradi xohlagan hujjat. Xo'p. Telefon nomeringiz? 95 95lik 002 002 76 76 62 60 60 76 60 mi? Ha. Bo'ldi, 76 60 ekan, aloqaga chiqaverasizlar.